Hey yo, hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Starbeber aka va bugungi videoda bizlar previewdan ko'rib olganinglar kabi Minecraft Java Edition'ga telefondan kirishni o'rganamiz. Qanunda videoga like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Unda biz videoni boshladik. Do'stlar, bizlar Java Edition'ni telefonga yuklashimiz uchun Play Marketdan Mocha Launcher deb qidiramiz va mana do'stlar, shu birinchida chiqib keladi. Men yuklab olganman, sizlar ham yuklab olinglar va открытga bosamiz, kiramiz. Mana do'stlar, kirib bo'lganimizdan so'ng shunaqa o'yini paydo bo'ladi sizlarda ham va bu yerdan local accountga bosamiz. Va botdan o'zimizga nom beramiz, masalan bo'ldi. Va nom berib olganimizdan keyin mana shu qalamchani ustiga bosamiz va sizlarda 1.7 versiya deb turadi, vibratga bosamiz. Versiya degan joyda. Endi esa release'ni bosamiz va botdan o'zimizga qulay bo'lgan versiyani yuklab olamiz. Masalan, men eski versiyadan bitta versiyani olay. Mana shu. Endi esa saqlanishga bosamiz va igratga bosamiz. Ozgina kutib turganlaringdan so'ng mana bu to'ladida. Uyda Wi-Fi pastroq ishlagani uchun yuklab bo'lmadi va men 1.20 o'zimni yuklab qo'yganimni oldim va mana shunaqa qilib kirib oldi. Hozir mer yaratib gameplay qilib ko'rsataman. Mana do'stlar, o'zinglar ham yuklab olib bemalol ishlatsalaring bo'ladi. Videoga like bosib kanalga obuna bo'lib qo'ying. Yana keyingi videolargacha xayr.